Mahroviy tort nежный va yumshoq og'izda eriydigan desert. Buni eng mashaqqatli joyi shu biskvitida. Tuxumlarni oqidan sarig'ini ajratib, tuz, vanilin va kam-kamdan shakar solib, oppoq ko'pik bo'lguncha 10-15 minut ko'pirtirib olamiz. Tuxum sarig'ini ham aralashtirib olib, unimizni ham 3 porsiyaga bo'lib, razriqli til solib, tepadan pastga sekin aralashtiramiz. Shunaqa quyuq massa hosil bo'lganda qolipimizga solib, cho'p yordamida ortiqcha havolarni chiqarib olib, oldindan qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Ikkinchi kakaoli biskvitimizni ham xuddi shunaqa qilamiz. Unni sal kamroq solib, o'shaning o'rniga 3 qoshiq kakao sovorsak bo'ldi. Tuxum chaqayotganda rosa ehtiyotkor bo'lish kerak. Tomchi sarig'i tushsa ham vobshe ko'pirmaydi. Biskvitlarni pishirishga yuborib, kremini qilamiz. Qaymoq bilan zgushonkani quyilgunicha mikser qilib, xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Biskvitlarni sovigandan keyin 3 bo'lakga bo'lib chiqamiz. Eng tepasini kroshka uchun ingichkaroq qilasiz. Mana konditerskiy katta pichog'im bo'lmaganiga oddiy pichoqda amallab bo'lib oldim. Birinchi bo'lib oq biskvitimizni tagini qo'yamiz. Hammasini yig'ib olib, eng ustiga qora biskvitni tagini qo'yamiz. Qo'sh propitka krem qilib yig'ib olib, ustiga chiroyli qilib kremni surib chiqib, boyaga olib qo'ygan 3-bo'lak ko'rishimizni kroshka qilib olib, xohishga ko'ra chiroyli qilib oq-qora qilib bezatamiz. Chetlariga bo'lsa oq-qorani aralashtirib, pichoq yordamida yopishtirib chiqamiz. Xolodilnikda 2-3 soat turgandan keyin bemalol kesib dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Kesilishlari shunaqa yumshoq, videodan bilib o'tgandirsizlar ham. 4 anchadan beri qilaman deb yurgandim, lekin o'g'limni tug'ilgan kuniga qilish nasib qilibdi.